mazasi qochyapti. Doktorlar mujmal desam, Abdurahmon tabibam tayin gap yetmadi. Chet eldan biron nima orttirib keldimi? Bolamga qanaqa dard ilashgan bo'lishi mumkin? Yo Moskvadanmi? Milisaxonada qon olishdi dedi. Nimaga qon olishadi? Nega? Nahot zaharlashgan bo'lsa? Beka, kechirasiz. Halimjon kelibdi. Sizda ikki og'iz gapi bor ekan. Ja shunchalik zaril ekanmi? Juda ham zaril ekan. Ha bo'pti. Chaqir. Xo'p bo'ladi. Halim aka. O'ting. Assalomu alaykum aka. Nima deysan? Sizda ikki og'iz gapim bor edi. Gapir. Men yaqinda Krasnoyarga borib keldim. Haydar akam yo'qdilar. Qoradan olib bordim. Buni nima menga aytyapsan? Aka, Haydar akamni to'xtatish kerak. Shunaqami? Qo'lingdan kelsa to'xtat. Aka, meni qo'limdan kelmaydi. Qo'lingdan kelmasa, aqling yetmagan ishlarga aralashma. Agar joning shirin bo'lsa, Haydar akam buyurgan ishlarni indamay bajarib yuraver. Sen o'yinga kirgan bo'lasan.